Do'stlar, Hacker yana yutma ketmoqchi. Bu xabarni Hacker kanaliga bir kun oldin joylagan. Ko'pchilik buni bilgan bo'lsa kerak. Hacker o'z kanaliga shunday deb yozdi: "Barchadan uzr so'rayman. Men yana yutma ketmoqchiman" deb. Avvallari Hackerning WhatsApp neger so'zi bilan hisoblanishi yoqmasdi. Hozir esa Hacker qaytish uchun shu so'zni 10 marta aytishga ham roziman. Koshki bu Hackerni qaytarsa. Agar esingizda bo'lsa, bundan oldin ham Hacker ketmoqchi bo'ldi. Lekin Prisvarin va Sonicjon uni qaytargan. Kelinglar Hackerni bir esa o'tamiz. O'sha qayerdaman? Stop. Qayerdaman? Voy, yana qanaqa joyga? Qo'pqorolman bu joy. Xenoboz, biz o'yinga Bugun sizlarga keldim. Hacker va bunga videoda DiveX bilan qanaqa joyga qarab qolay. Hattoki faqat biz ikkimiz qamalamiz. Boshqalar bilan nima qamalmaydi? Obunachilar qizlar, sizlar bilan birga edaman. Hacker va bunga videoda bugun biz Obunachilar, bugun sizlar bilan birga edim men. Hacker va bunga videoda biz